Akangga nima bo'ldi? Zapravka yopilgandan beri tomi ketib qoldi. Nima bo'lganini ham qancha deb qo'ydi. Qancha? Ponli aka, ponli. 2 kundan beri kutib o'tiribman aka. 80 talik balon. Bo'ldimi? Aytdim-ku aytmadim. Aka! Ha, narximi? Ha, 20 ming. mayli bering. Qancha? Ponli aka, ponli. 2 kundan beri kutib o'tiribman. 80 talik balon. Bo'ldimi? Aka nima qilyapti? Metanga ochirtga turibdi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Aka qani? Odam olganga o'xshaydi. Bor topib kelay. Menga qara, o'zi nimaga zapravkali yopiq? Qish keldi, qishda hamma zapravkalarni yopib tashlaydi. Bahorda hamma zapravka ochiladi. Tezroq issiq bo'lsa edi. Aka ustingizga kiyib oling, shamollab qolasiz. Yo'q, men bahor kelganini isbotlayman. Keyin hamma zapravkalar ochilib ketadi. Akam to'bi ketib qolyapti. Zapravka ochinglar iltimos. Aka. Qasak chaling sho'pirlar, zapravkachilar o'ynasin.